Assalamu alaikum hurmatli obunachilar, hamda kuzatib boruvchilar, sog'misiz, salomatmisiz? Bugun Eco-Sticker bo'yicha Urganch shahriga keldik. Test olish, imtihon olish, qayta ro'yxatga qo'yish narsani. Shuni izlagan. Kelasizlar. Sticker uchun bera mashinalaringizni gizishlangiz shart emas ekan. Toza mashina bo'ladigan bo'lsa, yo'lda qo'yasizlardan gelip inşaata gelip neleriniz dokumentlerinizi topshirib qayta ro'yxatga qo'yib keyin bu yerni olasizlar ekan stikerlarningizni. Bu yon tarafda yana obходной yo'l. Hozir adres tushuntirib kuzatib boring. Odam ko'payib ketgan hozir. Bo'lmadi aziz birodarlar. Qarang. Yani tushuntirib o'tadigan bo'lsak, yo'li adresini tushirib o'tadigan bo'lsak, yine Urganch shahrining birinchi svetofor deb aytiladi. Shunda obходной aylangan joyda shu imtihon markazi ekan. Shu imtihon markaziga kelasizlardan Eco-Stickerlarni olib ketasizlar. Yine zot xudo bersa. Sizlarga ham tavsiya etamiz. Agarda jarima maydonidan mashinangiz qo'yiladigan bo'lsa, shuning ne bo'lib turibdi hozir, yani jarima maydonida mashinangiz qo'yiladigan bo'lsa, shu stiker bo'lmayincha chiqarmaydi deb turibdilar. Shuni batafsil sizlarga nelarni ko'rsatib o'tamiz. Jarayonlarni ko'rib, kuzatib, kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmalarini bosib, obuna bo'lib, kuzatishda davom etamiz. Sog' bo'lasizlar. Ko'rib, kuzatib boraverasizlar. İnşallah görürsünüz. Qaytadan ne taşırasızlar ekan, ro'yxatga qo'ydirasizlar ekan, qayta ro'yxatga qo'yish deydi. Stiker masalasi bo'yicha. Yani geldik. Stiker olish uchun Urganchga. Hozir ko'ramiz yana. Bazadan ko'rsatdik. Yani shuncha odam uchotdi. Kuzatuvchilar bir joyini Asiyaddan chiqib ketdi-da. Eco-Sticker'i neçəli vaxtda aldın deyen savol beriş mümkün. Neçəli vaxt getdi, barıb neçəli vaxtda aldın deyen savala. Mesela aytadan bolsak 15 minut vaxtda aldık, 15 minut. Adam ucu köpəyib başlagan, adam köplik üçün 15 minut vaxt getdi. Eco-Sticker'i tez alsanız zor bo'ladi. Nəsə adam azı bitta kamroq, keyinchalik odam ko'payib ketgandan keyin ish bo'lishini o'zingiz bilasizlar. Shuning uchun hammaga tavsiya etamiz, yaqinlar. Like'lar bosib, qo'llab-quvvatlaymiz. Sog' bo'linglar. Ishlaringiz omadli.